Komplektida 20 xildan oshiq narsasi bo'lgan, narxlari juda ham arzon bo'lgan, komplektatsiyadan ham arzon qilgan degan akalarimiz uchun hozirda Agroservis do'konlariga optim narxlarda yetib keldi akalar. Shu munosabat bilan hozir sizlarga bularning qisqacha ma'lumotini berib o'tamiz. Motoblogimiz 17 ot kuchli, benzinli, satelitli motoblog akalar. Bemalol 360 gradusga turgan joyda burilib oladi. Buni ko'pchilik akalarimiz biladi. Oldi tomonlarda juda ham chiroyli qo'shilgan LED faralar mavjud. Yurg'izish joylari zavodni orqali xohlaganlar kalitga ham stator orqali yarimta bosib zavodit qilishlar mumkin bo'ladi. Akkumulyatorlari geliy akkumulyatorlardan bo'ladi. Yoqilg'i turlari aytib o'tgandek benzinli, benzin boklari 5 litrga qilib ishlangan bo'ladi. Reduktorlari katta, usulli qilib ishlangan 650 tali reduktor bilan qo'yilgan bo'ladi. Reduktorini pastki tomoni mos qismini ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishinglar mumkin, boshqa motobloglarga qaraganda juda ham katta qilib ishlangan, juda ham sifatli qilib o'ziga teng barobar katta 20-25 ot kuchli motobloglarni reduktorini moslab olib kelib qo'yganmiz akalar. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Motoblogimizni hop yurg'izish joylari zavodning orqali skorlari oldiga 2 tadan, orqaga bittadan skorlari mavjud. Rollarini bemalol o'ngga chapga qilib 360 gradusgacha aylantirib tepaga pastga qilib moslab ishlatishlari mumkin. Orqa tomonlarda xuddi shunday qishloq xo'jaligi vom mavjud. Qishloq xo'jaligi vomga kachir sistema, rotorli kachirga, jatka apparatlari va shunga o'xshash qishloq xo'jaligiga yo'lanadigan texnikalarni bemalol ulab ishlatishlari mumkin bo'ladi akalar. Aramamizga keladigan bo'lsak, aramamizda dishlari 360 gradusgacha aylanadigan bo'ladi. Dishlari 32 frutni o'rtasini teshib qilingan, juda ham baquvvat bo'ladi. Profillari 5 ga 5 profildan ishlangan. Hech qanaqa kontrol listdan foydalanilmagan, hamma yo'g'iga yangi listdan ochib ishlangan bo'ladi. O'tiradigan, oyoq qo'yadigan joylarni ham listdan qirqib qo'yilgan bo'ladi akalar. Hop, ko'rishinglar mumkin, balonlari mashina balondan qo'yib ishlangan. Chekka tomonlariga 2 ga 4 profildan qo'yilgan bo'ladi. O't-o'tlarni, tosh-ekkanlarni qirqib qo'ymasligi uchun. Qanotlarni ham ko'rishinglar mumkin. Qanotlariga ham bitta odam chiqsa, bemalol egilib ketmaydigan qanotlardan qo'yib ishlangan bo'ladi. Aytib o'tgandek, balonlari mashina balondan qo'yilgan. Pastki tomonlariga 5 ga 5 profildan qo'yib, karkas qilib to'qib chiqilgan bo'ladi akalar. Hop, ichki tomoni chuqurligi 35-40 sm yangi listlardan ochib ishlangan bo'ladi. Hop, xohlaganlar orqa tomonlarini ochiladigan qilib qo'yib olishingiz ham mumkin. Bo'lmasam, bu tomondagi narsalarimizga o'tadigan bo'lsak, Kronex firmani 300 tali svarishni apparati va bu bilan ishlayotganda kerak bo'ladigan hamilyon kaskalarimizdan va motobil uchun seps va motobilani oldi tomoniga yopadigan krishkalari, motoblog uchun prokladka, shurpayor nabor, motoblogimizni pichoqlari sinib ketadigan bo'lsa yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, komplektiga zapas pichoqlari, 125 tali texani, bolgarkasi, eng ko'p ketadigan joyi akalar zavodnoylari va reduktori va motoriga moylari, 4 litr moy, karburatorlari, o'zini ko'lsalari va motoblogni, aravani, mashinalarni balonni damlash uchun xuddi shunday nasoslarigacha ham qo'yganmiz akalar. Xo'p, undan keyin esa stoykasi bo'ladi. O'zini komplektida 5 qatordan 10 qator eng qalin o'zini zavodskiy pichoqlari va universal pluglarimizdan ham qo'yilgan akalar, ko'rishinglar mumkin. Universal pluglarimizni bemalol o'ngga chapga ligirovka qilib, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, xuddi shu turgan holatida xohlaganlar o'ng baloningizga, chap baloningizga ham qo'yib ishlatishlari mumkin bo'ladi. Undan keyingisi pluglarda yerda haydab o'tgandan so'ng xuddi shunday agatlari ham bor. Xuddi shunday agatlarni qo'yib, agatlarni olish uchun ishlatsanglar ham bo'ladi. Hop, bu 22 xil turdagi komplektatsiyamiz narxini boshqa do'konlarda yoki sezonida 1700-1800 dollargacha sotilgan bir paytda Agroservis do'konlarida bu komplektatsiyamizni 1500 dollardan optim narxlarda aksiyaga qo'yib yuborildi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga obuna bo'lib, ekran pastidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Agarda kommentariyaga omad deb yozib qo'yadigan bo'lsanglar, narxlarni aytib o'tilgan narxlardan yana ham kamini qilib tushirib beriladi. Xo'p, manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, Agroservis do'koni akalar. Bemalol ekran pastidagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.